Assalomu alaykum. Bugun sizlarga ustoz Bobur akaning ishlarini ko'rsataman. Bu videoni avval qo'ygan edim. Bu ikkinchi marta qilyapman. Hamma ko'p kishi so'radi narx-navosini deb. Xo'sh, shuning uchun narx-navosini aytaman. Mana shu ko'p turganingiz sangichilik bo'tka bo'ladi. Bu bo'tkani narxi $750 bor ekan, 800 adashdim. Bu sangichilik $1250 bilan $1350 ekan, $100 nimasi qo'ygan ekan. Mana bunisi $1250 nima? Mana shunaqa nimasi yonboshiga, ya'ni bitta eshik qo'ysak $100 qo'shar ekanda. Mana ko'rib turganingiz $1350 bu. Biqiniga eshik ochilgan, shuning uchun $100 qo'shilar ekan. Shuning uchun qimmat ekan. Dokumenti bilan ichiga shuning uchun narxi shunaqa ekan. Keyin $750 bilan $850 bor. Bu ana alkapon bilan qilgan. Hozir uni ham ko'rsataman. Agar u usti alkapon, ichi faner bo'lsa agar $750 ekan. Usti ham alkapon, ichi ham alkaponlik bo'lsa agar $850 bo'lar ekan. Shunaqa narxi ham dokumenti ichiga, hujjatlari ichiga ekan. Rasmini olib nima qilib berar ekan. Telefon raqamlarini qoldiraman. Yana bemalol so'rab narxlarni kelishingiz mumkin. Videoni oxiriga keyin nima bor? Boshqa labularni yasagan nimalari bor. Yasagan nimalari bor, fasonlari bor. Shuni suratlari bor. Yana o'zingiz tanlab qanaqa fason kerak, yana tanlab olasizlar. Mana shu, mana bu hozir ko'rib turganingiz bu $850 edi bu. Ichi ham, tashqari ham nima? Alkaponlik mana shu ekan narxi. Agar faner bo'lsa $750 ekan. Ya'ni kelishasiz, telefon raqamini qoldiraman.